Barchangizga xayrli kun do'stlar. Mening kanalimga xush keldingizlar. O'z vaqtga дейін menмен birga bo'lib, meni qo'llab kelayotganlaringiz uchun alg'ishim cheksiz. Bugun sizlar men dal o'shunday shumshaq ademi kulcha nonlar jasaydim bo'lamiz. O uchun bizga qajit bo'ladi un, sut, suv, және tuz, shakar, ashitqi sari may qajit bo'ladi. Eng oldin жылы suvimiz bilan жылы sutimizni idisimizga solib, eritilgan sari mayimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz, және kichkina shakarimizni solib, tuzimizni solib, ashitqimizni solib, tag'i yaxshilab aralashtirib olamiz. Al endi unlarimizni birden solib jibirmaymiz, az-azdan solib, lopataning ko'magiga shaymen dal o'slay videoda ko'rsatilgandek etib aralashtirib, qo'limiz bilan yumshoq xamir elib olamiz. Bizning xamirimiz tayyor bo'lib qoldi. Endi kichkina suyuq mayni qo'yib, tag' ustidan yaxshilab basib xamirimizni elib olamiz. Dal o'shunday yumshoq xamir bo'lishi qajit. Al endi xamirimizning ustini salofan paket bilan jovib, salofan paketning ustidan sulga jovib 1-2 soat ajali yerga olib qo'yamiz. Bizning xamirimiz 1-2 soat o'tdi. Ko'rib turganingizdek dal o'shunday ko'tarilib chiqdi. Endi yaxshilab idisimizdan tushirib olamiz. Ya'ni o'slay videoda ko'rsatilgandek etib shayib olib, tarozining ko'magiga o'lchab 104 gramdan barlig'ini birdek etib olamiz. Taroz bilan o'lchaganlaringiz yaxshi bo'ladi. Sonda bizning kulchalarimiz barlig'i birdek razmerda adimi bo'lib chiqatin bo'ladi. Xamirlarimizning barlig'ini birdek razmerda tayinlab o'lchab oldik. Endi dal o'slay videoda ko'rsatilgandek adimlab, tugib, listimizga pergament qog'ozning ustiga joylashtirib chiqamiz. Xamirlarimizni bir-birini jabistirmasdan aralarini dal o'slay ochib qo'yishimiz qajit. O'tkani pishgan kezde bir-birini jabisib qolishi mumkin. So'ndықтан da aralari ochiq bo'lgani yaxshi. Endi ustini sulga jovib, tag'i 15 minutga olib qo'yamiz. Al 15 minutdan keyin endi adimlab qo'limiz bilan xamirimizning o'rtalaridan bosib, nonimizga forma berib chiqamiz. Dal o'shunday kulchalar bo'ladi. Barliq kulchalarimizni dal o'slay bosib chiqdik. Endi tag'i ustini jovib 5 minutga olib qo'yamiz. Endi yumurtqalarimizni surtib olamiz. Tayin kunjutni ustidan sevib chiqamiz, ya'ni qizib turgan 200 gradusda 20 minut pishirib olamiz. Kulcha nonlarimizda pishib chiqdi. Ko'rib turganingizdek dal o'shunday tusdagi adimi bo'lib, qizg'it bo'lib, o'ta yumshoq bo'lib chiqadi. Mendetda turda sizlarda jasab ko'ringizlar, o'ta kerak dasturxonning ko'rkini ochadi. Damda kulcha nonlar bo'ladi. Do'stlar, sizlarga video yoqgan bo'lsa, mening kanalimga yozib, like bosib, kommentariy yozishni unutmangizlar. Al sizlarga sa'tlik do'stlar.